Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum birodarlar. Aqlli, ma'noli, hikmatli gaplardan gaplashadigan davom ettiraylik do'stlarim. Bu Habibulloh qori donolik qilyapti. Demaslar do'stlarim, mana Chimyon qishloqida yashayapmiz. Do'stlarim, har bir aqlli gap bu minglab yillar davomidagi hayotiy xulosalar do'stlarim. Quloq solgan yutuq o'ziniki, quloq solmagan albatta ertaga shuni aytadi-yu, do'stim kech qoladi. Bu insoniy munosabatlar do'stlarim. Butun gaplarimiz insoniy munosabatlar. Ey Habibulloh qori deyaptilar. Bor bo'lsa mansabu davlating. Do'stlar, insonlar bir-biri bilan qilayotgan oldi berdisida, muomalasida bir maqsadni ko'zlagan holatda muomala qiladi, salom alaykum qiladi do'stlarim. Vaziyatga qarab, holatga qarab salom alaykumimiz qo'yiqroq yoki suyuqroq bo'ladi. Agar mansabingiz bo'lsa, davlatingiz bo'ladigan bo'lsa, hurmat va izzatingiz baland bo'ladi. Atrofingizda qo'l qovishtiruvchilar ko'proq bo'ladi. Yelkangizga chenni qoqib qo'yishlar ko'proq bo'ladi. Payavzalingizni atib to'g'rilab qo'yganlar ko'proq bo'ladi. Chunki sizda mansab bor, davlat bor. O'zingiz ularga hech qanday qadr qimmatingiz yo'q, lekin davlatingiz bor, mansabingiz bor do'stim. Do'stim, qadr qimmatingiz qanchaligini do'stim davroningiz o'tganda bilasiz. Har kuni aytaman, turganingizda qancha qo'ng'iroqlar, darvozangiz oldida qancha qo'l qovushtirganlar bo'lar edi. Davroningiz o'tdi, ular yo'qolib qoladi. Siz buni hozir tushunmaysiz do'stim. Ey Habibulloh qori, hozircha davralar shohsan. Juda hurmat izzatda. To'rga o'tkazishib, hamma inson senga bir muhabbat bilan qarab, o'zining muhabbatini bildirishga harakat qilib, so'zlari bilan yoki ko'z qarashlari bilan senga muhabbatini borligini bildirishga harakat qilyapti. Hozircha davralar shohsan. O'g'lingni suyangan tog'isan. Do'stlarim, siz tufayli nafaqat o'g'lingiz, balki jigarlaringiz osmonda uchib yurishibdi. Chunki siz borsiz. Ey Habibulloh qori, sen ular uchun barcha muammolarni yechuvchi kalitsan. Shuning uchun ularga keraksan. Endi kimidir mevali bog'isan. Senda meva bor. Senda meva bor. O'sha mevadan umid qilib insonlar senga intilishyapti. Endi buni bir kuni bog'ingdagi mevalar to'kilib, kuz kelib, yaproqlaring sarg'ayganda bu gaplarni tushunib yetasan. Ularni 90% dan ortig'ini senga do'st emasligini tushunib yetasan. Ularning maqsadi bor edi. Seni davlating, mansabingdan foydalanib o'zining muammolarini hal qilish maqsadlari bor edi. Endi senda na davlat qoldi, na mansab qoldi. Sen endi ular uchun endi kerak bassan endi. Ey Habibulloh qori deyaptilar. Endi qoqinding. Mansabdan ketding, davlatdan ketding. Balki salomatliging ketgandir. Endi seni atrofingda girdikapalik bo'layotgan ulfatlaring,
saningni izlamay qo'yishadi. Bir cho'qim oshimiz bor deyotgan, iltimos qilayotgan do'stlaring, ulfatlaring endi seni izlamay qo'yishadi. Endi ulfatlaring seni ular eslamay qo'yadi. Davralarda seni noming aytilmaydi. Chunki sen endi davroning o'tdi. Davring o'tdi. Sen bu bahor, yoz mevali bog'im abadiy turadi deb o'yladingda, yo'q. Har qanday insonni bahori, yozi, kuzi bo'ladi. Albatta bahorda, yozda mevalari bilan hamma yo'lda gurkiragan, gavjum bo'lgan bog'lar endi kuzga borib endi ho'llab qoladi. Chunki mevasi qolmadi. Sana ham endi mevang qolmadi. Taqdir seni siylamay qo'yar. Endi bu davron o'tib, endi salomatliging ketib, endi o'limni vahimasi tushib, salomatliging tikalasi endi bor to'plagan mol mulkingni sarflashga tushasan endi. Ba'zan salomatligini o'rniga keltirgani moli pulingni kuchi yetmay qoladi. Ey Habibulloh qori, sen xom tama bo'lma deyaptilar. Ey Habibulloh qori, daryo eding, endi oqmay qolarsan. Endi jononlarga yoqmay qolarsan. Atrofingda voy qancha oshkora, qancha maxfiy harom ishlaring bor edi. Bu atrofga yurib endi bundan izam qolmadi endi. Chunki ularga ham seni qizig'ing yo'q endi. Ular seni pulingni olishga intilyapti. Seni foydalanib imorat tosh qildirib olish uchun, mashina oldirib olish uchun, barcha muammolarni hal qilib olish uchun seni sevaman deyatdi. Sen o'sha sevaman deganiga ishonib, moli, pulingni, bor kuchingni sarflagan eding. Endi ular uy qildirishvaldi, joy qildirishvaldi, mashina olishvaldi, qancha ishlarni bitkazishvaldi. Endi sen o'sha jononlarga ham kerak emassan endi. Endi vaqt keladi, ayolingga ham yoqmay qolasan. Ey Habibulloh qori, chunki oldingi Habibulloh qori bassan, oldingi daromad topadigan bassan. Endi charchagan bir avtomobilga o'xshagansan. Motori charchagan, ko'zi charchagan, balonlarning ipi chiqqan, shaldirab qolgan bir eski mashinaga aylanding. Sendan endi foyda qaraganda endi rasxod chiqim ko'proq endi. Ani endi bolam chaqam, xotinim, ahli ayolim deb urinuvding, nevaralarim deb urinuvding. Endi davrodoron ketib, mansab martaba ketib, endi mol pul ketib, endi sen otishab qolding. Ayoling ham senga do'q popsa qiladigan bo'ladi. Farzandlaring ham senga do'q popsa qiladigan bo'ladi. Ularda ichida o'zingni yolg'iz his qiladigan bo'lasan. Chunki shashting qaytganda bilasan. Endi u bahor, yoz, kuz o'tib ketdi. Endi qish kelyapti. Ey Habibulloh qori, endi qish kelyapti. Qish kelyapti. Qancha otalar, onalar bolam chaqamni urinib, mehnat qilib endi farzandlarga malol kelib yashashyapti. Sen ham Habibulloh qori bir kuni kelib, keyin hovliga sig'may qolarsan. Kecha kim edim deb o'yga tolarsan. Kimlardi deb yashadim. Shuncha mehnat mashaqqatni kimlar uchun totdim? Bitta qonim uchun shuncha urindimmi? Xotinimni xursand qilay, o'g'il qizlarni xursand qilay, nevaralarimni xursand qilay deb endi erishganim shu bo'ldimi deb o'ylab qolasan. Yolg'izlikda o'sha ravatni oldidagi mehmonxonada yolg'iz qolib ketasan ko'pincha. Etdan mangacha
ko'zingda yosh bilan uxlab uyg'onib chiqasan. Endi poyezd ketib bo'ldi endi. Buni orasida Alloh dedingmi, demadingmi? Subhon robbil a'lo dedingmi, demadingmi, o'zing bilasan. Halol haromni farqiga bordingmi, bormadingmi, o'zing bilasan. G'ariblarni qo'li kaltaladi, yetim yesalar qaqshatdingmi, buni ham o'zing bilasan. Qancha odamlarni moddiy yoki ma'naviy haqqiga xiyonat qilding, buni ham o'zing bilasan. Bularni hammasi daftarga tushgan, videoga olingan. Buni endi tashvishi qalbingda o'ta boshlaydi. Ey Habibulloh qori, albatta aqlli insonsan, endi o'liming tobora yaqinlashayotganligini tushunib yetasan. Qancha nasihatlarga quloq solmaganingga, qancha insonlar, yaxshi insonlardan o'zingni olib qochganingga, yaxshidan ham yomondan ham ibrat olishni o'rniga man deb yashab, endi balonda dami chiqqan mashinaga o'xshab bir chekkada surilib qolib ketding endi. Endi farzandlaring ham endi o'sha mehmonxonani qachon bo'shashini kutib qolishdi. Shuni endi erishganing. Men Habibulloh qoriga gapiryapman. Hamma o'zining nomini shunga qo'ysin. Domlada ham shu afsus bor, omida ham shu afsus bor, do'stlarim. Har qanday baland uchgan qush albatta qo'nmay iloji yo'q. Ey Habibulloh qori, har qanday inson qanaqangi maqomga yetib borgan bo'lsa ham albatta qabristonga qo'nadi. Demak, sen o'zingni harakatingni qil. Qabristonga olib ketadigan jamg'armani harakatini qil. Sendan oldingilar afsus bilan, pushaymon bilan ketdi. Mana senga ham afsus, pushaymon kunlari keldi. Taningda joning bor, hali ham imkoning bor. Kimdan kechirim so'rash lozim bo'lsa, kechirim so'ra, bugun ditday qo'yma. Kimdan oldi berding bo'lsa, bugun tekkiza ertaga qo'yma. Alloh deb yig'laydigan bo'lsang, bugun yig'la, ertaga qo'yma. Balki seni bugun oxirgi imkoniyating bo'lishi mumkin. Do'stlar, do'stona gaplashdik. Hammamizni qalbimizga Alloh jo qilsin. Oxirida afsus yeb qolishdan, xor bo'lib qolishdan Alloh taolo o'zi saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.